Anası bilen birge yaşaydigan bir yigit bar idi. Dadasıdan ayrılıp kalgan bu yigitning anası barliq chiqimlarni ko'tarib, balaning o'qishini davomlashtirishga bel bog'ladi. Ana o'zi ishlab, o'g'lining chiqimlarini qilatdi. Yaxshi o'qib olsin deb o'g'lini ishligili qo'ymaydi. Yigit o'qishini oxirlashtirish oldida onasi vafot bo'lib ketdi. Onasidan ayrilgan bola to'limi qayg'urdi va xizmatga chiqqanda oylik maoshining ma'lum qismini faqir muhtojlarga berishga Alloh uchun ahd qildi. Ko'nglida savobini onasiga atashni qaror qilgan edi. Shundaqla har qatim sajda qilganda onasi uchun duo qilishga, onasi haqida sadiqa qilishga, masjid bino qilishga va ussug'onlarga suvoq suv ichish uchun masjidlarga to'nglatqularni qo'yishga, qisqasi ko'plagan xayrlik ishlarni qilib, savobini onasiga bag'ishlashga Alloh nomi bilan qasam qildi. Yillar o'tib, yigit o'ylinib bolasini tug'ildi. Ismini Muhammad deb qo'ydi. Muhammadmi cho'ng bo'ldi. Kunlarning biri yigit namozga chiqayotganda bir qancha kishilarning mahalla masjidiga to'nglatqu qo'yayotganligini ko'rib, bir oz o'ng'aysizlandi. Chunki u boshqa mahallalardagi masjidlarga to'nglatqularni qo'yib, o'zining mahalla masjidini esidan chiqarib qo'ygan edi. Dal shu chaqda tuyuqsiz masjid imomi uni chaqirib tabriklab ketdi. Alloh sana barakat bersin, sana oxiratda yaxshilik ato qilsin Abu Muhammad. To'nglatqu avatibsan emasmi? Yigit imomning so'zidan hayron qilib, bu to'nglatquni men avatmidim dedi. Amisa uni o'g'ling elib kelib, sana oid ekanligini aytdi-ku. Shu asnoda o'g'li Muhammad yugurib kelib, dadasining qo'liga suyib turib, to'nglatquni men akeldim dada. Ammo buning savobini sizga berishni niyat qilgan edim. Alloh bu amalimni qabul qilsin. Buning ajri savobi badaliga Alloh sizni jannatdagi salsabil buluqidan sug'arsin. O'g'lim, sen to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan tursang, sen yo ishlamasang yoki hech qanday tapovuting bo'lmasa, to'nglatquning pulini nerdan topding? 5 yildan beri siz menga xajla deb bergan pullarni, heytliq va hadiyalarni avaylab yig'ib, saqlab qo'ygan edim. Oxiri bu to'nglatquni xuddi siz cho'ng onam uchun xayr ehson qilgandek, menmi siz uchun xayr ehson qilay deb setib oldim. Chunki men sizning boshqa mahalla masjidlarga cho'ng onam uchun atab to'nglatqularni qo'yganligingizni ko'rdim. Menmi siz uchun shunday qilishni o'yladim, dedi o'g'il omoqqina tabassum qilib. Dada o'zini tutolmay yig'lab tashladi. Ya Alloh, ko'ngillar bekorga demabdikan. Bu dunyo o'tni olamdir deb. Hamon bir kuni sana balalaringdan qaytadi ekan. Ulug' Alloh nima degan to'g'ri deydi. Sizlarga agar bilsanglar Allohning dargohidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsalaridan ortiqdir. Ey insonlar, sizlarning ilikinglardagi narsalar tugaydi, Allohning dargohidagi narsalar tugamaydi. Sabr qilguvchilarga albatta ularning qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beramiz. Ayol mu'minlardan kim yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib, obdan yashitamiz. Ularga albatta qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beramiz.